Albatta musulmon kishi qiyomatda amal tarozisida og'ir keladigan amallarni bilishi va ana shu amallarni ko'paytirishi lozim bo'ladi. Bu hayotiy dunyoda qilgan amallarimiz demak qiyomatda nima qilinar ekan? Tarozini ikki pallasiga qo'yilar ekan. Bir pallasiga qilgan ibodatlarimiz, xayrli, savobli, yaxshi amallarimiz qo'yilsa, ikkinchisiga gunoh, ma'siyatlarimiz, xatolarimiz qo'yilar ekan. Qaysi og'ir kelsa, inson shunga qarab jazolanar ekan yoki mukofotlanar ekan. Endi musulmon kishi mana shu tarozini, yaxshilik pallasini to'ldirishga harakat qilish kerak. Aslida bizga berilgan bu dunyo hayotini ham maqsadi nima ekan? Ana shu ekan. O'sha pallani to'ldirish, Alloh rozi bo'ladigan, Allohni rozi qiladigan amallar bilan, xayrli, savobli ishlar bilan ana shu pallani to'ldirishlikka harakat qilishimiz kerak. Mana shu haqda Alloh taolo Qur'oni Karimda A'rof surasi 8-9 oyatlarda aytadiki, Astag'firullah, "Val vaznu yawma idinil haq" deydi Alloh taolo. O'sha kunida, ya'ni qiyomat kunida vazn amallarni taroziga tortilishi haqiqatdir deydi Alloh taolo. Val vaznu yawma idinil haq. Amallarimizni qiyomatda tortilishiga haq ekanligiga mana shu oyat dalil. Faman thaqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun. Kimning tarozisi og'ir kelsa deydi Alloh taolo, ana o'shalar najot topuvchilardir dedi. Yaxshi amallarimiz tortiladigan palla kimniki og'ir kelsa, ana o'sha bandalar najot topuvchilardir. وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَظْلِمُونَ deydi Alloh taolo. Endi kimni tarozisi yengil kelsa, ya'ni yomon amallar pallasi, ana o'shalar oyatlarimizga zulm, ya'ni oyatlarimizni inkor qilganliklari sababli o'zlariga ziyon qiluvchilardir deydi Alloh taolo. Endi gunoh, ma'siyat pallasi og'ir kelib, yaxshilik pallasi yengil kelib qoladigan bo'lsa, Alloh saqlasin, mana shunday kishilar qiyomatda o'zlariga ziyon qilgan kishilar hisoblanishligini Alloh taolo aytayapti. Tarozida amallar bitilgan sahifalar qo'yiladi. Ya'ni o'ylashimiz mumkinki, qanday qilib amal tarozini pallasiga qo'yiladi deganda, demak amallar bitilgan sahifalar yoyinki o'sha amallarni o'ziga sur'at va shakl beriladi. O'sha narsa taroziga nima qilinadi? Qo'yiladi dedilar. Odamlarga dunyoda qilgan ishlari farishtalar tomonidan bitib qo'yilgan nomai amollari beriladi qiyomat kuni. Agar banda dunyoda solih bo'lgan bo'lsa, Alloh taologa itoatli, ibodatli, xayrli, savobli amallarni ko'p qiladigan kishi bo'lsa, unda bunday kishining nomai amoli o'ng va old tomonidan beriladi. Agar kishi Allohga osiy bo'lgan bo'lsa, itoat qilmagan bo'lsa, bunday kishilarda nomai amoli chap tomoni yoyinki orqasidan beriladi. Shu nomai amol beriladigan daqiqalarda, lahzalarda insonni taqdiri hal bo'lganini inson o'zi biladi. Ya'ni o'ng tomonimizdan kelsa, demak bu eng katta saodat, najot bu. Alloh saqlasin, agar nomai amolimiz chap tomonimizdan keladigan bo'lsa, mana shu eng katta xusron, afsus, nadomat bo'ladi. Shuning uchun nomai amalni o'ngdan kelishligi uchun Alloh taologa itoat qilib, Allohning buyruqlariga amal qilib, mana shu berilgan imkoniyat hayotida yaxshiliklarimizni ko'paytirib olishligimiz lozim hisoblanadi.